uy egalari uchun va usta akalar uchun zo'r maslahat aytib o'tib ketaman. Ham tavsiya, imkon qadar uyda egalari, usta akalar pastki qismiga opalka qilsanglar, iloji boricha opalkaning ichiga, podushkaning tepasiga yoki bo'lmasa podushkadan boshlab imkon qadar salafan sovoringlar. Betiga endi bu holatni qaranglar. Gidroizolyatsiya qilishimiz kerak, g'isht tergan, g'ishtdan quyilgan. Endi rasxod qo'ya olasizlar. Mana saqich bochkamizda eriyapti. Endi bu yerda qaranglar, qilib olishni o'ylanglar o'zingizlar. Endi bu joyda qaranglar. Buni qilsa bo'ladi, bloyni ham qilsa bo'ladi. Bloy ham tekis bo'ladi. Lekin agarda lenta beton bo'lsa, shuna qiladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar. Endi bu holat aynan figuralarda ishlaydi, lekin oddiy opalkada ham imkon qadar uydagilarga aytinglar, salafan bersin, oson bo'ladi. Salafanda saqich bir tekizda chiqadi. Bu bo'lmasa juda qiyin edi. Mana e'tibor beryapsizlar, qiynayapti. Mana oralar teshik bo'lib qolyapti. Shuni hisobiga ham uydagi uchun rasxod, ham usti uchun qiyin edi. Shuning uchun maslahatim, uydagilarga ham aytinglar, salafan bersin, pastki qismiga polnisda beton quyishdan oldin opalkaning ichiga salafan qo'ydirib yuboringlar. Mana e'tibor beringlar. Yarim oy arka figuramizda polnisda g'ishtdan chiqqan, lekin bu hali rosa qiyin edi. Shuning uchun maslahatim, imkon qadar pastki qismiga, tepa qismiga shart emas, imkon qadar pastki qismiga salafan soldiringlar. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kerakli odamlarga tashlab qo'yasizlar. Like, podpisание tugmasini bosishni unutmanglar.